Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar. Jamshid aka bilan bug'doy dala maydoniga tashrif buyurdik. Mana yoqda dorilarni septirtiryapmiz, xudo xolasa. Lovo bilan piz ham sepilyapti. Jamshid aka, mana fermerlar telefon qilyapti. Eng ko'p kelayotgan savollardan biri bio preparatlar bo'yicha bizga savollar ko'paydi aka. Shu haqida fermerlarga to'g'ri va aniq ma'lumot berib o'tib keting. Qanaqa vaqtda qo'llash kerak, qanaqa vaqtda qo'llasa xato bo'ladi. Shu haqida ikki og'iz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli fermerlar, dehqonlar, bizani kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xo'p, mikrobiologik o'g'itlar haqida ko'p savollar tushyapti. Endi misol uchun mikroorganizmlardan agronom sifatida yaxshi bilganligim uchun mana shu savollarga aniq ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, biopreparatlarda ko'proq kengroq tushuncha biopreparatlar asosan hozirgi kunda ko'p savollar tushiladigani bioazot degan savol kelib tushyapti. Bioazotdan qanday foydalanish mumkin bo'ladi? Uni qanday holatlarda qo'llash kerak bo'ladi? Mana shu haqida savol berishyapti. Undan tashqari biofosfor va biokaliy to'g'risida savollar berishyapti. Bu degani o'sha asosida bakteriya bor bo'lgan preparatlar bo'lib hisoblanadi. Bularni mikrobiologik o'g'itlar deyiladi. Misol uchun aytaylik, menga ma'lum bo'lgani Azospirillum zea mikroorganizmi bu azotni fiksatsiya qilish bilan shug'ullanadi. O'sha yerni azotga boyitadigan mikroorganizm sifatida qo'llaniladi. Xo'p, undan tashqari Bacillus megatherium degan bakteriya bor. Bu tuproqda fosfor va kaliyni o'zlashtirishga yordam beradigan, shu bilan birgalikda tuproqni fosfor va kaliyga boyitadigan, oson o'zlashtiradigan formada boyitadigan bakteriya bo'lib hisoblanadi. Xo'p, mana shu bakteriyalardan qanday foydalanish kerak? Mana shu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, hozir kamerani mana ko'rsatasiz. Ko'rib o'tgan bo'lsangiz, mana tepadan qaralganda, teparoqdan yoqqa olib kelib ko'rsatasiz. Tepadan qaraganda yer ko'rinadigan bo'lsa, mana shu holatlarda mikrobiologik o'g'itlarni, o'sha azot fiksatsiya qiluvchi yoki bo'lmasa fosfor kaliy fiksatsiya qiluvchi o'g'itlarni qo'llash mumkin bo'ladi. Agarda o'simlik poyalari yerni betini yopgan bo'lsa, tuprog'i betini yopgan bo'lsa, ana shu holatlarda qo'llash mumkin emas bo'lib qoladi. Bunda o'sha bizani o'sha bakteriyaga asoslangan preparatlar o'simlikka bargiga tushib qolgandan keyin u bargida hech qanaqa natija ko'rsatmaydi. Asosan azot fiksatsiya qiluvchi, shu bilan birgalikda fosfor kaliy fiksatsiya qiluvchi mikroorganizmlar tuproqda ishlaydi. Tuproqda ishlaganda ham o'simlik o'sib turgan tuproqda ishlaydi. Mana shunga alohida e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi, hurmatli dehqonlar, fermerlar. Xo'p, qanday bo'ladi? Aytaylik, mana yerni usti ochiq holatda ekinlarni o'zi bor, ko'rsatib qo'yasiz yana bir marta. Mana shu yer ustida mana sepganda mikroorganizm mana shu yerga tuproqqa tushadi va tuproqqa tushgandan keyin ekinni ildizini o'zi qidirib boradi. Ekinni ildizini qidirib borgandan keyin ekinni ildizini atrofida o'sha mikroorganizmlar jamlanadi va shu bilan birgalikda o'sha aytaylik havodan azotni fiksatsiya qilib beradi va yerdagi bor bazadan o'zlashtirilmaydigan formadagi fosfor kaliylarni o'zlashtiradigan formaga o'tkazib, fosfor kaliy ekinning ildizini atrofida jamlab berganning hisobiga o'simlik sof holatda organik azot va organik fosfor kaliylarni o'zlashtirgan hisobiga shu mikrobiologik o'g'itlarning natijasi zo'r bo'ladi. Undan tashqari keyin yana bir shunaqa ma'lumotlar turibdiki, uni 2-3 marta sepish kerak bo'ladi deb aytishyapti. 2-3 marta sepish qaysi fazalarda bo'ladi? O'shani ham aniqlik kiritib olish kerak bo'ladi. Hozir uni yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz joyga. O'simlik qalin o'sganini ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Mana bunday o'simliklarimizni yer betiga ustidan qaraganda yerni betini yopib qo'ygan holatlarda mana bu eng oxirgi bosqichi bo'ladi. Bundan keyin o'sib ketadigan bo'lsa, buni o'sib ketgandan keyin bargidan sepib bo'lmaydi o'rtoqlar. Ko'pchilik aytishyaptiki, u deydi, bargidan sepgandan keyin ekinning sistemasiga kiradi. Ekin o'sha flema, kislema qon tomirlari bor, oddiy sodda tilda aytamiz. Flema, kislemaga kirib turib pastga tushib yoki bo'lmasa flemaga kirib turib pastga tushib ildizga joylashib oladi deyishyapti. Aslida bu noto'g'ri. Buni mikrobiologlarning o'zi ham bilishadi. O'simlik hech qachon bargdan tushib sistemaga kirib ildizga mikroorganizm hech qachon bargga tushib sistemaga kirib undan keyin shu ildizga yetib bormaydi. U o'zi
yerni o'ziga tushgandan keyin bu ekinni ildizini qidirib borib, ekinni ildizini atrofida joylashib, o'zini vazifalarini bajaradi. Fosfor fiksatsiya qilib beradi, shu bilan birgalikda azot fiksatsiya qilib beradi, yoki bo'lmasa kaliy fiksatsiya qilib beradi. Bularni azot fiksator yoki bo'lmasa fosfor, kaliy fiksatorlar deb ham aytiladi. Bu oddiy sodda dehqonlarning tilida tushuntirib o'tib ketyapmiz. Ana endi bug'doylar aytaylik tiziga kelgan paytida yoki bo'lmasa boshoqlash paytida bo'ladigan bo'lsa, bu sep bo'lmaydi. Bu iqtisodiy zarar, chunki foydasi bo'lmaydi. Ana endi mana shu mikroorganizmlar asosli preparatlarni aytaylik o'simliklar, har qanday o'simlik turi bo'lsin, tiziga yetadimi yoki baland bo'ladimi, uni tomchilatib sug'orish orqali yoki bo'lmasa yomg'irlatib sug'orish orqali qo'llab olish mumkin, chunki yomg'irlatib sug'orish orqali suv bilan birgalikda kirganda yerga tushib boradi mikroorganizmlar, yoki bo'lmasa tomchilatib sug'orish orqali yerga to'g'ridan to'g'ri tushib borib, ekinni o'simlikka ildizini qidirib boradi. Agarda hozirgi mana ko'rsatib qo'yasiz, traktor mana shu holatlarda sepiladigan bo'lsa, traktorlarda sepilish mumkin bo'ladi. Endi agar o'simlikka bo'yi bug'doy ekin maydonlarida o'simlikka bo'yi aytaylik 20 sm, 30 sm o'sib ketib, yer betini o'simlikka poyasi qoplagandan keyin sepish bu mutlaqo noto'g'ri, bu ishlamaydi. Bu iqtisodiy zarar fermerlarimizga, dehqonlarimizga. Mana shuni alohida e'tiborga olib qo'yishadi. Keyin yana bitta narsa, buni biopreparatlarni ishlashini, samaradorligini o'lchash yo'llari bor. Agronom sifatida, agronomik kuzatishlar asosida buni o'lchash yo'llari bor. Mana shu haqida ham batafsil hozir tushuntirib o'tib ketamiz. Biopreparatlar mikrobiologik o'g'itlar asosan 10 kunda yoki 15 kunda tez rezultat ko'rsatib qo'ymaydi bu. O'rtoqlar, hurmatli dehqonlar, bu mavsumning oxirida biopreparatlarga asoslangan, mikroorganizmlarga asoslangan, xoh u fungitsid bo'lsin, xoh u bakteriotsid bo'lsin, xoh u insektisid bo'lsin, insektoakaritsid bo'lsin, yoki bo'lmasa mikrobiologik o'g'itlar bo'lsin, mikroorganizmlarga asoslangan preparatlar bo'lsin, bular mavsumning oxirida sekin astalik bilan seziladi bularning natijasi. Buni agronomik kuzatishlarimiz bir necha yil, 6-7 yil agronomik kuzatishlarimiz natijasini aytib o'tib ketyapman. Hozir hurmatli dehqonlarimizga aytaylik, misol uchun biopreparatni sepgandan keyin 10 kunlik natijani aytishadi. 10 kunlik natijada birdaniga bilinmaydi. Undan tashqari keyin biopreparatlarni kimyoviy o'g'itlar bilan, misol uchun azot, o'sha karbamid, slitra yoki bo'lmasa fosfor, kaliylar bilan solishtirishadi. Buni mutlaqo solishtirish imkoniyati yo'q. Sababi aytaylik bioazot yoki bo'lmasa aytaylik o'sha azot fiksatsiyasi bilan shug'ullanadigan, azotni fiksatsiya qilib beradigan mikroorganizmlar, bular u ekinni ildizini oldiga tushgandan keyin havodan azotni yerga boyitib turib, o'sha orqali ekinni ildizi olsa, bu bizni kimyo o'sha azot ishlab chiqaruvchi zavodlardan olinadigan o'sha karbamid, slitrali o'g'itlar yoki bo'lmasa sulfat ammoniy o'g'itlar, bu to'g'ridan to'g'ri yerga tushgandan keyin suv bilan reaksiyaga kirishgandan keyin o'sha o'zini ma'lum bir etaplari bor. O'sha etaplaridan o'tib o'simlik o'zlashtiradigan formaga o'tgandan keyin u sekin o'simlik o'zlashtirgandan keyin u natijani keyin ko'rsatadi. Azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar bo'ladigan bo'lsa, ular vazifasi mutlaqo boshqa. U mavsum davomida ekinni azotga bo'lgan talabini qondirib turadi. Mana shuni ham alohida e'tiborga olib qo'yish kerak bo'ladi, hurmatli dehqonlar. Jamshid aka, sizning fikrlaringizdan men shuni tushundimki, mikrobiologik o'g'itlarni har qanday ekinni yer ko'rinib turgan vaqtida aynan shunaqa holatida qo'llash mumkin, tushunishim bo'yicha. O'sib ketgan vaqtida ham qo'llash mumkin. Unga hech qanaqa e'tiroz yo'q. Tomchilatib sug'orish orqali. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, traktorda mana sepayotgan holatlarda, mana shu holatda sepilsa, ekinni ildizini o'ziga joylashib oladi. Ana endi aytaylik, ekinlarimiz yer betini qoplab olgan bo'lsa-da, qoplab olib turib, undan tashqari yer ko'rinmaydigan holatda bo'lsa, tuproqlarimiz ko'rinmaydigan holatda bo'ladigan bo'lsa, bu paytda sepilmaydi. Faqat buni yomg'irlatib sug'orish orqali yoki bo'lmasa tomchilatib sug'orish orqali berish mumkin bo'ladi. Yomg'irlatib sug'orish orqali ham, misol uchun barglarda nisbatan qolib ketadi mikroorganizmlar. Aytaylik, tomchilatib sug'orish orqali yaxshi bo'ladi. Ana endi yana bir savollar kelib tushyapti. Xo'p, sarf me'yorlari haqida ham ma'lumot bering deyishyapti. Keyin yana bitta ayrim manbalarda o'qib ko'ryapmiz. Misol uchun
bargidan suspenziya qilinadi deyilyapti. Bargidan suspenziya qilinmaydi hech qachon. U tuproqqa maksimal mikrobiologik o'g'itlarni maksimal darajada yerga tushirib olish kerak bo'ladi. Qachonki yerda tuproqda o'simlik bo'lsa, ekin maydonida o'simlik bo'ladigan bo'lsa. Endi quruq yerni o'ziga ham sep bo'lmaydi. Bu mikroorganizm xizmat qilmaydi hech narsaga. Endi yana bitta asosiy masala, sarf me'yorlar haqida ham juda ko'p savollar kelib tushyapti. Endi biz doimiy tarzda o'zimiz professional tarzda tavsiya berib yuradigan, shu bilan birgalikda o'zimiz ham ishlatadigan biopreparatlar haqida ham ma'lumot berib o'tib ketaman. Ularni nimasiga asosan e'tibor berish kerak bo'ladi? Misol uchun aytaylik, mana bu Organit N preparati. Bu Organit N preparatida Azospirillum zea degan mikroorganizm bor, bu bakteriya. Undan tashqari mana e'tibor beriladi, ishtamiga ham e'tibor beriladi. Mana yozib qo'yilish kerak bo'ladi. Mana ishtamlari yozib qo'yilgan bo'ladi. Azospirillum zea mikroorganizmi nomi va ismi, familiyasi deb sodda qilib aytadigan bo'lsak, undan tashqari mana bunaqa nomerli ishtamni nomerlari bor. Bu o'sha alohida tasdiqlangan avtorga bog'langan, avtorlik huquqi olingan ishtamlar. Ana endi bularni yana bitta e'tibor beriladigan jihati bor. 10 darajasi 8-10 darajasi 9 degan titr bor. 1 santimetr kubda hamma shu ko'zini oldiga keltirsin, 2 grammlik shpritsni 1 grammini holatdagisini, ochiq holatdagi ko'zni oldirib kelsa, ana shu 1 santimetr kub miqdorda qancha mikroorganizm bo'lish kerak bo'ladi. Ana o'shanga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Aytaylik, 1 santimetr kubda 10 milliard mikroorganizm yo'q, 1 milliard mikroorganizm bo'ladigan bo'lsa, buni sarf me'yorlari, misol uchun mana bu preparatlarni yoki mana shu hozir ko'rsatasiz, mana Organit N va Organit P preparatlari, bular azot fiksatsiya qiluvchi, azotni o'zlashtiruvchi va fosfor kaliy o'zlashtiruvchi mikroorganizmlar bo'lib hisoblanadi. Bular biz tavsiya qila olamiz, buni gektariga misol uchun 10 darajasi 9 deb hisoblaydigan bo'lsak, titrlarning sonini buni gektariga biz 1 litrdan tavsiya qila olamiz. Endi g'alla ekin maydonlarida kuzda bir marta ishlov berishga tavsiya qilamiz. Undan tashqari tuplanmasidan oldin, erta bahorda tuplanmasidan aynan shunaqa holatda akalar. Aynan shu holatda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi marta yana bir marta sepish tavsiya etiladi. Lekin biz hech qachon tavsiya qilmaganmiz buni o'simliklar baland bo'lib o'sib ketayotgan paytida yoki bo'lmasa o'sha bayroqbarik deymiz yoki bo'lmasa naychalash fazasida hech qachon bug'doy ekin maydonlariga tavsiya qilmaganmiz. Jamshid aka, ko'p fermerlar sizga savol bilan murojaat qilganda o'zim ham eshitdim. U fermerlarga ayrim shunaqa preparat sotuvchilar aytayotganki, u tizzadan bo'ladimi, u qizig'i yo'q. Misol o'sib ketgan bo'lsa ham sepsa bo'laveradi, bargi orqali ta'sir qiladi deb tushuntirayotgani haqida ma'lumotlar bor bizda. U bargi orqali hech qachon ta'sir qilmaydi. 2019-yildan beri shu mikrobiologik o'g'itlarning ichida, undan tashqari biofungitsidlar, bioinsektisidlarning ichida dalalarda amalda tajribalarni yig'ib, katta maydonlarda tajribalarni yig'ib o'rgangan agronom sifatida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu bargidan hech qachon shimilib ekinning ildiziga yetib bormaydi. Yana bir marta takrorlab aytamiz. Mana shu muhim ma'lumot sifatida qarab qo'yishadi. Mikrobiologik o'g'itlardan foydalanayotganda ekinlar yosh paytida sepib qo'ysa, u ekinlarni ildizining oldiga joylashib olib, to aytaylik 50 kundan 100 kungacha ham xizmat qilib beradi. Jamshid aka, mikrobiologiya haqida juda yaxshi ma'lumotlarni berdingiz. Fermer akalar, aldanib qolmanglar. Qachonki dala maydonida shunaqa ekin bo'lib, aynan yer ko'rinib turgan holatda qo'llash mumkin ochiq dala maydonlarida. Yoki bo'lmasa tomchilatib sug'orish mumkin. Hurmatli dehqonlar, kanalimizga obuna bo'linglar, kanalimizni like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Foydali ma'lumotlar berayotgan bo'lsak, o'zingizlarning fikringizni kommentariyalarda bemalol qoldiringlar. Xayrlashishdan oldin yana bir asosiy muhim ma'lumot sifatida aytib o'tib ketdik. Mikrobiologik o'g'itlarni yoki bo'lmasa biofungitsidlarni yoki bo'lmasa o'sha tuproqda ishlaydigan fungitsidlar bor yoki bo'lmasa aytaylik bargi o'zini ustida ishlaydigan fungitsidlar bor. Asosan tuproqda ishlaydigan, shu bilan birgalikda mikrobiologik o'g'itlarni shunaqa zo'r xususiyati borki, ular ekinni ildizining oldida yerdagi bor tuprog'i namligini, potensialini ekinning ildizining oldida jamlab beradi. Shu xususiyati ham juda yuqori baholanadi o'sha mikrobiologik o'g'itlarni.
Bu ayniqsa o'sha yurtimizda qurg'oqchilik mavsumlari boshlanayotgan paytida ekinlarni suvga bo'lgan talabini ma'lum bir muddat misol uchun qondirib turishga ham foyda hissasi katta bo'ladi. Mana shu jihatdan ham aytaylik, mikrobiologik o'g'itlar qo'llangan maydon bilan mikrobiologik o'g'itlar qo'llanmagan maydonlarda chanqashida farq bo'ladi. Mana shuni ham alohida ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Shuni ham alohida hisobga olib qo'yishadi bizning dehqonlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, rahmat.